O'qishga ishtiyoqingiz yo'qmi? Keling, men sizga Afg'onistondagi qizlar hayoti qanday ketayotgani haqida qisqacha aytib beraman. 2021-yilda hokimiyat almashganidan so'ng qizlarning maktabda ta'lim olishi 1-sinfdan faqatgina 6-sinfgacha davom etishi mumkin bo'lib qoldi. Hattoki universitetda o'qib turgan qizlarning ham o'qishi taqiqlandi va to'xtatildi. Tolibonlarning ushbu harakatidan so'ng ayollarning taqiqlar faqatgina o'qish bilan cheklanib qolmagan, balki ularning ishlarida ham cheklovlar mavjud. Ayollarga BMT va xayriya tashkilotlarida ishlash rasman man etilgan. Davlat ishlarida ayol xizmatchilarining barchasi ishdan bo'shatilgan. Faqatgina sog'liqni saqlash va ta'lim yo'nalishlarida ishlashlari mumkin. Bundan tashqari ayollarda istirohat bog'lariga, parklarga borish taqiqlangan va turli xil sport turlari bilan shug'ullanish ham man etilgan. 2023-yilda ayollar go'zallik saloni yopildi va bundan keyin ko'plab ayollar ishsiz qolishdi. Ayollar 72 kilometr uzoq masofadan erkak mahramisiz ko'chada sayohat qilishi mumkin emas. Har bir ayol hijobda bo'lishi va an'anaviy burqani kiygan bo'lishi lozim. Agar ayol ko'chada nomunosib tarzda kiyingan bo'lsa, uning o'zi emas, balki uning vasiysi, ya'ni mahrami yoki otasi javobgarlikka tortiladi va jazolanadi. Bizga xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda shu yurtda yashayotganimizga shukr qilib, buning qadriga yetishimiz kerak deb o'ylayman.